Yo bolalar, barchaga salom, sizlar bilan men Harda O'rek Samuray bolalar. Bugungi videoda biz obunachilar va Sirojboy bilan birgalikda ko'rtirgan magnitli o'yin o'ynaymiz bolalar. Yo, men Sirojboy salom debdi. Mana qo'limda magnit turibdi, ko'rgan bo'lsangiz, bu magnit orqali biz zamonatdagi mixlarni hammasini tortib olib turib, o'zimizga qimmatli brendlarni olib kelishimiz kerak bo'ladi bolalar. Oxirgi zonagacha bugun bora olamizmi yoki yo'qmi bolalar? Videoni oxirigacha ko'rib bilsanglar bo'ladi bolalar. Har doim videoga like bosib, kanalga obuna bo'lganlaringiz men turishga qo'shib, treadmilllarni padray qilishda davom etaman bolalar. Korоче, shunaqa har doimgidek random degan obunachilarni talab olishim uchun sizlar har doimgidek videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishinglar. Birinchi zonadan $80 Galaxy Breno chiqdi. Bo'ldi, buni olib qo'yamiz bolalar. Men faqat bitta Cacto Hippo Moto Brenodan bor xolos. Buni ham betga qo'yib qo'yamiz bolalar. Let's go. Korоче, ko'ramiz bugun kim yutar ekan. Sirojboy ikkinchi magnit oldi. Yo'q-mayu. 100 kalik topibdi. Shu stri bola ketdi. Mana nima? Вообще boshqacha mutasili magnitlar ham bor ekan. Bitta mutasili magnitlarni olib ham qanaqadir narsalarni olsak bo'ladi menimcha. Akmalbek, obunachi nima gap? Qanday zo'rmi? Oy, maytdan 3-zonaga kelib oldim. Yo'q-mayu, men mutasili magnit oldim men. Qani bitta qanaqa narsalar bor? Extra special nail spawn in the legendary floor. Legendariy zonada qanaqa narsa spawn bo'libdi? 1.5 kalik topdim men. Olamanmi yo'qmi? Ancha qiyin ekan lekin bitta o'tish. 1.5 kalik men ballerina mobil loloni oldim bolalar. Davay ballerina loloni oldim, zonaga boraman buni. Sirazi qaytsa bo'lmaydi men zonaga. Xomni bosdi ishlamaz ekan men bitta. Ishlasa zo'r bo'lardi lekin. Demak, 5 sekunddan keyin menga qanaqadir podarka beradi. Gangster futera bolalar. Buni olmasa, olmay qo'yaveraylik. Bo'pti, olamiz, mayli. Ko'proq berar balkim. Qancha beradi? $4. What the fuck? Yo. Короче, bolalar, aytdim, o'zimga ballerina lolani olib keldim. Mana kimniki birayot? Sirojboydiki 10 ga qatta olgan. Voy shustri. To'g'gan bu bolalar. Obunachilar olgan obunachidan. Ikkinchi zonada unaqa qanaqa spam bo'lishi mumkin bolalar. Aldebdi, qaranglar, aldebdi. Aldaysan Sardor, bizni lo'q deb o'ylaydi bular bolalar. Bo'pti, mayli, bizga farqi yo'q. Men kambe qilaman. Men o'z bitta Roblox ishlatdim ela. Mana faqat 5 Robux'im bor, lekin bitta 5 Robux'ga narsa hech narsa bo'lmaydi. Da, bizga korоче birota uchiramiz maksimum. Mana ekan 12 kadan beryapti endi sekundiga. Ancha yaxshi. 30 ga pulim bor. Bitta o'z pulimga buni kuchaytiramazguncha yana 20 kadan beryapti. Ancha zo'r. Mo'yta magnitlarni yig'ib olish kerak, mutassil magnitchalarni bu ham bizga juda ham kerak bo'ladi. Oy, men nima olib keldi? $260 ekan, zo'r narsa ekan deb. Da, yana mutassil magnit bularga qatta oladi, eng qizig'i. Menga qiziqdi hozir. Hozir uni qatta olishni ham ko'rishimiz kerak. Menda hozir chunki 6 ta mutassil magnitdan narsa bo'ldi-da. Mix bo'ldi, mix magnit deb. Diamondli mana bu narsa bor mana. Ballerino lololo yana, ballerino cappuccino короче. Buni ham zonaga olib borib, buni ham normal kuchaytirib qo'yamiz. Kuchaytirsang normal beradi bu ham sekundiga. 20 ga qilib tashlasam kerak. 2 ga nima qo'ynaku bolalar. Aytgan gapini qarada 2 ga birotmi? Menga o'xshab 1.5 kalik mutassilida olsa ham. Mutassillar вообще $1.5 million pulim bor. Bunisi bu ballerina cappuccino kuchaytiramiz 27 ga sekundiga beryapti. Bunisi 29 ga mana u. Ballerina lo bilan ballerina cappuccino yig'ib oldim mazmunimga. Zo'r ketdi. Ozgincha men kuchaytirib olishim kerak. Magnit, what the fuck? Biza speedimizni va pul berdi tekinga 1 ga va 2 blok. Musunasa chiqsa kerak, chunki juda ham kam pul beryapti. O'sha pulga yarasha narsa beradi bitta hozir. Oyda 60 spam bo'libdi. O'sha 60 sekundni ko'ra olmay qoldik. Mana ketib qoldik, biz farqi yo'q. 4-5 zonadan yaxshiroq brend olishim kerak. Olmasam bo'lmaydi, chunki Vittos kimning qancha puli bor? $1 million Sirojboy birinchi o'rinda ekan bolalar. Menda attig $35,000 bor xolos. Yo-mayo, mana zonaga o'zi problema bo'lyapti bolalar. Mutassillik normal narsa spam emas ekan. Aytib bor ekan mutassillik diamond. Mana shu olar ekanmizmi? Yaqinda ekan lekin bu stejga o'tish, bu zonaga o'tish ancha qiyinroq bo'lsa kerak. Hozir men epic zonadamanmi? Eng qizig'i, bu qaysi zona bu? 3 ta zona epic bo'larmidi? Men mutassillik narsani oldigan yaxshi yonimda spam bo'ldi, adushi. Aylanib ketdi shundan. Davay ket. 13 kalik pipi potato 20 sekundimiz bor. Vay, ulgurmaymiz bolalar, вообще. Buni sindirish dozi bo'lmayapti. Vay, biz uni o'tolmas ekanmiz. Bu yerda normalroq narsa ham yo'q-da. Qaytamiz shekilli zonaga bolalar. Yoki bu yerda mutassillik yaxshiroq narsa qidirib ko'rsam ekan. Hozir ko'ramiz. Mana shu mutassillik narsa olib qo'yadi. Mana shu narsani.
Magnit bilan borib, obunachini oldin boramiz. Zo'r oldim. Bo'ldi, uni qaytamiz. Va yiqqan pulni olib tushirishimiz kerak ekan, hali bo'ldi bizga ko'p kuch kerak. Men buni o'z qayerda ishlatsam bo'ladi bu hozir magnitlarni, narsalarni. Mana bitta spin aylantirsa bo'lar ekan. Bitta spin qanchaga 27 turib. Bilmadim men shunga. Menda bitta bor. 9 ta bor menda. Buni nimaga ishlatsa bo'lar ekan? Buni shunga tushunmadim lekin men. Bir yarim ming qilaman. Da, menda shunaqa. Buni X5 boost. Hozir mana shu yerdan qayerdan ishlatsa bo'ladi menimcha. Yo'q, korotchi tushunmadim men bunga. Mana buni kuchaytiraman, uni tezligini kuchaytirib, bu yerda strength'ni ham, kuchimni ham kuchaytirishim kerak ko'proq bo'ldi. Hamma yiqqan pulimga polni kuchaytiraman hozir. Yaxshi, 3 million dollarim bor meni yana. 3 million dollarga betga qo'yadi. Upgrade nima bu? Upgrade zonaga olib keladigan narsa ekan bu. 25 ga kuchim bor meni. Normalniy bo'ldi. Let's go. Короче, yerazgicha pullar yaqamiz qolganiga buni kuchaytiramiz bir nechalarni. 319 ga kerak bizga. Yaxshi, bu 37 ga bu 43 gadan beryapti. Siroj bo'yicha 70 ga beryaptim bittasi. What the fuck bo'ldi? Menga lucky block berdi. Musuna sachdimi lucky blockdan? 2 dollar yo'q. Sotorgani yaxshi o'tdi. Doy bo'ldi, biz tezligimiz normal ishlaydi, tezligimiz va kuchimni qani hozir ko'ramiz bo'ldi, qaysi zonaga borar ekanmiz. Mana event tugadi hozir. 5x boost nail spawn in birma balabati. Bo'ldi, bularni. 1.5 kalik mana spam bo'ldi mana shu yerda. To'xtaydi, mana uni olaylik. Menga qayergadir bor deyapti-da. O'sha yerga borishimiz kerak. 3 sekund vaqtimiz bor. 3 sekunddan sterga yo'qolib ketmasa bo'ldi hali. Yo'q, yo'qolib ketmas ekan. Bo'ldi. Spam bo'ldi. Nima spam bo'ldi? Ekstra nail. Mana men oldim. Qancha? 5 ta narsa berdi menga. 5 ta narsa berdi. Mix berdi, mix. Mutassali mix berar ekan. Mana shu yerda bir nima o'tsa bo'ladi. Yo'q, shunga mana. Mana ko'rsatyaptilar mana bitta. Spin berar ekan. 10 taga aylantirsa bo'lar ekan bitta spinni. Ya, 3 ta free spin tushdi menga. 10 ta mix yig'sak mutassali spin aylantirsa bo'lar ekan. 10 ga tushdi menga. 15% 10 ga. What the fuck nima bu? Doimanga вообще редкий narsa ber. Chilin. 1000 kelesi like olib tepada turibdi. Magnetic crate 4 ta Bo'ldi oldim. tugadi. 100 2x ham chiqsa bo'ladi. Va shuni aytaman-da. Вообще jinni ekan bu. Bo'pti, biz siroj bo'yi yutsak bo'ldi, siroj bo'ydi. Day, buni hozir bitga qo'yib, qanaqa Roblox jinnimsan? Bolalar gaplashinglar bu bacha bilan. Qanaqa Roblox, nima deyapti, nima deyotganini o'zi tushunmaydi. Mana o'shatiramiz hozir biz. Chiqsin bro. Avokadoni, antilopini kuchaytirdik. Yaxshi. Sen sotoriga iltimos. Menga kerak emas. Yo, men ochish kerak-da buni. Hozir ko'ramiz. Balkim kelishsa biror tushib qolar. Nima bu? Qancha beradi? 160. Aldaysan-ki, Sardor. Sotor buni kerak emas. Da, pullarni yig'ing, soqqalarni soqqa bermanga tez saqqa. Saqqa. O, yaxshi reverse qo'rsigan bo'lar ekan. Qvordik. Qvordik ukam. Yana bitta reverse bo'lar ekan. Davay, isrof chiqib tur deydi o'yindan. Kirolmaydi, amich kirolmaydi, bola server to'lib qolibdi-da. Server to'lib qolibdi. Server-ku nima bu? Tupoy kalla, server-ku. Aldiysan Sardor. 25 ming topib ketkuchim. 30 ming ta yangi reverse bo'ladi. Qiz? Unda. Shukronak. Yo'q, unda. Shukronak-ku. Sardor qancha tegmetr? 85 ga 84 ga 140 gadan beryapti. Yo'qma, yo'q, вообще dahshat. Qani pulimiz 7 million bo'lib ketdi. Chotdiki. Hayotda palarkan beryapti menga. Men ignore qilib o'tiribman buni. 100 ming dollar, yaxshi, rahmat, shunga ham shukur. Endi bizda yana kuchimizni yutiramiz, polnosti 30 ming qo'yishimiz kerak. Da, ketdi. Endi qaysi zonaga borar ekanmiz? Mutassalik mixlar hali iymon turkiyalik legendani olib kelyapti ana. Shustri. Yo'q-moyoda. Ay biz ham o'ylayman, mutassalik diamondlari bor. Diamondlar normalniy bir 700 dollar ekan. Fu. 10 ta manaqa mix yig'sak zo'r. Kiysocham, spindan spin. Diamond yana bittasi bor. Buni ham olamiz zo'r 1.5 kalik bobololar bor ekan. Bular bizga kerak. Men bir normalniroq qimmatrog'ini olmoqchiman. Mutassalliklar bor, lekin naryoqda bo'ladi. Normalniroq, qimmatroq. 3 kalik diamond spam bo'ldi. Voy, mana shuni o'yla, men qizim yugurib kelyapti menga qarab. Allah buloqni
Qana Bulashingiz emas. men qanaqa bloklayman? Bu meni server emas. Bu meni server emas, men globalniy oddiy server olganman. 8 ta yig'ildi, bola, yana bitta mix olsam tugadi. Bitta mix olsam, da buni oldim, yana bitta mix kerak xolos. Ketdi, yo'l yo'raga chiqib qolar, aytda bor ekan. O'shani olamiz. Day, let's go. Bitta mix olsak bo'ldi. 10 ta bo'ladi. O'shandan keyin yana bitta spin aytiramiz. Let's go. Davay, ana yerda bor ekan-da, mana ko'rinib turibdi. Davay, keldi bola. U mixni ham olib qo'yamiz. Easy. Bu mixni ham oldik. 10 ta mix bo'ldi ham. Bitta spin tekin. Va yerda biz nima olib keldik? Ballerina Lolo yana 3 kalik. Diamond o'zi ham bor. Da, endi bu 56 million dollar pulim bor. Mana yo'q. Kuchaytiramiz buni. 389 sekundiga beryapti. What the fuck? 200 ga beryapti mana. Mana 131 ga beryapti. Savoz bu ukam yutqizadi bugun. Yeb qo'ydi yana. Nima 1 million? 1 million? Qanaqa 1 million? Sen zoning ko'rakchi. 44 ga 12 ga 500 ga 600 ga ikkazini qo'ysa yo'qmi? Yo, normal. Ne beryapti-kan seni kam lekin. Lekin bab meniki ham emasda, meniki вообще kuchliman. Men yutaman, bola, nima deb o'ylaysizlar? Men aytaman. Yes, sразу deydi. Yek, shustri. Sen boshqa yerlashamsizlar bilan. Menga 1 milliard kerak qarang. Nima? Robux'um yo'q mendami? Вообще Robux'um yo'q. Aldaysan, Sardor Robux'um yo'q meni. 400 Robux deydimi? Sen tuboy kalla bo'lib qolmadingmi? 35 million dollar pulim bor meni. Sen tuboy kallasan. Tuboylarga tuboy deyiladi. Da pullar yig'amiz 8 million dollar, 12 million dollar pulimiz bor. Вообще tez pulni yo'qotdi lekin. Tezlik cho'tirib qo'y, tezlikda. Reverse qilmasini olib surib borib keladi bitta bolalar. Magnetcha olib 1000 dollar kuchim bor, 1000 dollar kuch debman. 30 ming kuchim bor meni. Day. Emas spin aylantirmoqchi, spin aylantiryapman-ku. Hozir bitta normalniy birinchi olib kerak. Normalniy birinchi olsak, keyin spin aylantirib yuboramiz birinchi. Let's go. Mana aytib keldik, yana bittasi bor. Qaysi zonagacha? Bir ko'prik uzoqroq zonagacha bormadik lekin. Faqat yaqindan qaytib kelyapmiz-da. Chunki mutasaddilar chiqib olyapti o'rtada. Men pushti zonadan yaqqa o'tmadim men hali. Epic o'tgan. Epicdan bu yoqqa o'tgan yo'q. Bu epic bo'lsa agar, chunki pushti zonada bu. Pushti mixlab bor ekan. Mana bu yerda mana shu bichiklikda 6 ga berar ekan. Yetolmasam kerak, lekin вообще uzoqlarda. Akmalbek o'tibdi Akmalbek. Men o'tolmasam lekin qo'yaveringlar. Yo, qancha kuch kerak edi o'tish uchun? Buncha qiyin bolalar. Pulni olaylik-da, 140 million dollar pulim bor. Reverse'dan bosaveramiz, 40 ming kuch kerak menga endi, 40 ming. Da, spinlantiramiz, bizga normalroq. Lucky block tushsin, davay. Mustar 1000 dollar ham tushadimi? 1000 dollar shu darajada вообще utik bo'ladimi bu o'yin? Davay, nima ishlar yotibman, Sirojboy? Reverse qilib yotibman. Da 35 da bo'lib ketdi. Menga 35 da kuchim bor. Keyingi reverse 40 ming tada 2x money. Let's go. 2 Lestera. Ko'rgan jirafa Lestera. Qo'yib qo'yamiz. Tushiramiz endi uni ham. 110 millionimiz bor. Davay. Sekundiga qancha berar ekan jirafa Lestera? Voy, 550 ga beryapti. Oh, da. 10 million. Mana senga beradi. Bashir endi bitta uda beramiz. 50 million dollar pulim bor meni hozir. 50 million dollar. Qanaqa server jinnimsan? Biz tezlik tushiramiz, hamma narsa tushiramiz. 35 ming kuchim bor. Endi borsam kerak, normal zonaga. Reverse qildim. Yana bitta reverse qilishimga azimcha qoldi. 3 marta qildim. Mana 4 ga kelganman, 3 marta qilib bo'lganman. Qara o'tishga qarab ko'ramiz bolalar. Balki o'tarmiz. O'tsa agar zo'r bo'lardi lekin. Hozir ko'ramiz. Mana shundan keyin bichiklet ola olmagandim bu mutassadiligidan, lekin bu bettoz mutasaddilik emas-da bu. 3 ga sekundiga berar ekan. Farq yo'q, legendarniy, ochib ko'ramiz. Kuchaytiramiz 500-600 shu ham yo'q bo'lib ketdi. What the fuck? Shu ham yo'q bo'lib ketdi bola. Mayli, necha? Bettoz normal. 2 karra yo'q ketib qoldi shustri. Yo. 2 karra shust yo'q ketib qoldi. Bola qolmadi betdi, normal. Zonaga qaytamiz. Pullarimiz qancha qilib soqqamiz, ey? Yo, 300 million dollar pulim bormi? Kuchaytiraman yana dalshi 39 ming kuchim bo'ldi mana. Endi bu yog'iga polisi 40 ga qiladigan bo'lsak, reverse qo'shtirgan bo'ladi. Normalniy pul berish boshladik bizga. Shunda ham zo'r pul beryapti. 70 million dollar, 39 million
500 ming dollarimiz bor. Nasti kuchimiz bor, kuchimiz. Endi bu yoqda nima qilamiz? Jurnalimizni tushirib qo'y. Nima deysan sen? Bir qishdan emas-ku. Qani bu yerda bir qapil yuk borsan. Amechni ko'raychi. Sen yo'q ekansan, ko'kam даже o'yinda. Даже o'yinda yo'q ekansan. Pulimiz yo'q. Diamond epic. Yo'q, короче, bu hisoblaymiz, ey. Manda 200, 400 ga, 600 ga, 700 ga, no 1,5 millionta, mana bilan 2,5, 2 million 200 mingta bor. Senda 600 mingta, 800, 900 mingta. Oy oy oy. 9 1 million 700 mingta, 1 million 800 mingta ekan. Manda qancha edi? Manda qancha edi? Ayo, men yutdim bolalar. Dasmagina 500 ga berdim. Mana qara, 800 ga ikkita berib turibdi o'zi. Jinnimisan sen? Qiymati shu. 1 million beryapti meniki. Voy, qanaqasiga bittasi 1 million beryapti. 1 million bergan ikkita 1 million borman. Bolalar, qarashdim men videoni tugataman bolalar. Albatta men g'alaba qozondim bolalar. Men yutdim degan qayerda u? Qarchi bola videoga like bosib qo'yinglar buguncha men g'alaba qozondim. Video sizlar berib ekan, test qilib qoldi edi. Qarchi, hamma ko'rishguncha keyin videoda